ishlar xodimlari jamoat joyida to'xtatib, o'zi sigaret chekib, so'roq qilish to'g'rimi? Qonunchiligimizga o'zgartirish kiritilgan, jamoat joylarida tamaki mahsulotlarini chakish mumkin emas. Bu bo'yicha ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksga asosan javobgarlik belgilangan. Birinchi yurtboshimiz Islom Karimov aytganlarda bitta gaplari bor. Endi bu men o'zim ham ichki ishlarda ishlaganim uchun emas u, lekin juda ham bir zo'r gaplari bor. Ichki ishlar organida ishlovchi xodim u ham inson. Lekin har bir inson ham ichki ishlar organi xodimi emas degan mazmunda bir gapni gapirib ketganlar-da. Formadagi odam shunaqa o'zini tutish kerakki, xalqqa, atrofdagi jamiyatdagi boshqa bir fuqarolarga o'rnak bo'ladigan tarzda o'zini tutishiga to'g'ri keladi. To'g'ri keladimi? O'zini tutishi kerak o'zini. Namuna sifatida o'zini tutish kerak. Men hozir bu bergan savolingizga misol uchun ma'qullamayman. Bu juda ham bir noto'g'ri narsa deb hisoblayman. Sababi formada bo'lib turib, jamoat joyida tamaki mahsulotini chakib turib, tim bo'lib bir fuqaro bilan muloqot qilish bu noto'g'ri narsa deb hisoblayman.